do'stlar, sizlar bilan Asko YouTube kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Avvalambor 100 ta bo'ldik. Hammalarga rahmat. Sizlarni poddeshga aylani deb bo'ldim. Hammalarga rahmat. Men shuni 100 ta bo'lganim uchun mashina qo'ydim. Mashinani qanday ayta olamiz desanglar, kommentariyaga nicklarni yozib qoldirasizlar. Men ruletkaga qo'yib, keyin videoda aylantiraman. Mashina qanaqa desanglar, oddiy bo'lsa ham sizlarga ko'rsataman. Videoni oxirida ko'rsataman. Bugungi video kazinoga kiramiz. Kazinoda ruletka bor. Ruletkada 48 tacha menda aylantirish bor. M8 mashinasi tushadimi, yo'qmi, shuni ko'ramiz. Hop, ham Orex OPG'da ishlayapman. Qo'shilmoqchi bo'lganlar qo'shilinglar kelib. Qo'shilsanglar birga furalarga borib hamma narsa bo'ladi. Hop, endi videoga qaytamiz. Endi kazinoga kiramiz. Hop, videoga like, obuna bo'lib qo'yinglar, hali videolar chiqadi. Kazinoda ham unchalik odam yo'q ekan. Kechroq bo'ladi hammasi. Ba'zilar shay turib oladi, ruletkani bosaman. Hop, bizda 48 ta aylantirish bor ekan. M8 tushadimi yo'qmi? Qani boshladik. Birinchi aylantirish qanaqa o'tadi? Hop. Vaz tushdi, 07 tushdi. Birinchi aylantirishda. Endi hammasi tushadimi yo'qmi bilmayman. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, tushadimi yo'qmi? Qancha foyda qilib ketamiz bayram, hammasini ko'ramiz. Aksessuar tushdi. Hop, endi nima tushadi? Qani? Fishka tushdi, 1000 ta fishka tushdi. Fishka ekan. Hop, nima tushdi? 10xp tushdi. Endi nima tushadi? Nechinchi chempionatda tushganini ham yozib qoldiringlar. 100 ter tushdi. Skin tushdi to'g'ri. Hop. Pustoy, mana bizga ham tushadi, biz unchalik omadsizmiz. Qani ko'ramizda, M8 tushadimi yo'qmi? Hop, yana vas tushdi. 41 ta aylantirish bor yana. Qoldi, endi yana videoni davom ettiramiz. Hop. 41-siga kelgan ekanmiz. Qani boshladik. M8 tushadimi yo'qmi? O'tib ketdi. Mana ter tushdi, mana ko'rib turibsizlar. Takrorlaymiz. Hop. O'zbekcha gapiraylik ham mana sekin. Hop, aylantiramiz. Nima tushadi? 5xp tushdi. 38-chi aylantirish. 39 ekan. Vas tushdi, 07. Keyin qancha foyda qilib ketamiz, ko'ramiz. Mana. Hop. Yana bitta aylantiramiz. M5 tusharmikan, yo'qmikan? Tushirish ancha qiyin. Yana 07 tushdi. Hop. M5 tushadimi yoki yo'qmi? Nima qilish kerak M5 tushishida? Hop, hali yana 35 ta aylantirishimiz bor. 200 ta fishka tushdi. Yaxshi. Hop, yana qancha nima tushadi? 10xp tushdi. Hamma darajamiz ham oshar ekan. Hop, endi nima tushadi? M5 tushadimi? Yana 10xp. M5 tushsin, davay. M5 tushmayapti, pustoy tushyapti. M5 tushish uchun ham bilmadim nima qilib kirish kerak. Lekin M5 tushish qiyin. Mercedes tushdi.
Bular oz narxlar pastga tushib ketganlar. Hop, 15. Yana skin tushdi. Shu 30-chi invertering. Voh, inverterim to'l bo'pti bolalar. Endi bo'shatishim kerak. Qayerga bo'shataman? Voy-vo. Nimada bor ekan ey? Unchalik ko'p narsa yo'q ekan. Hop. Voy-vo. Ko'p ekan-da. Voy-vo. Ustana shuncha ekan-da. Yo'lchi bolalar bo'shatib, videoni davom ettiraman. Bo'shatguncha ancha vaqt ketadi, bilasizlar. Zerikarsiz bo'lib qoladi video ham. Bo'shatib boshlayman. Hay. Hop, 30-siga kelgan ekanmiz. 30-sidan boshlaymiz. Davay. Omad kelmayapti-da shu-da. Mana yana 1000 ta yutib oldik. O'sha 4000 ta bo'ldi. M8 tusharmikan yoki omad ishlatib olmaslik kerakmikan? Omad qayergadir ketibdi-da menimcha. Menimki tushmaydiganga o'xshayapti-yu. Hammasi 07 mes bu narsa ketdi. Like bo'lib qo'ying, bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga kommentariyasiga yozib qoldiringlar nickinglarni. Mashina sohibiga ega bo'lasizlar. M8 tushadimikan? Tushadi yoki tushmaydi deb yozib qoldiringlar. Videoni to'xtatib oxirgi bittasida tushib qolsam yaxshi bo'ladi. 5xp. Endi nima tushadi? M8 taylanib 07. M8 ni tushasam davay. Yepsam dedi. Yakunlash bormi? Boshqatdan. Hop. Boshladik. Omadinglarni ishlatib olmayman mashinani. Deb endi unchalik zo'r bo'lmasa ham endi qo'ldan kelgancha beraman. Hali yana beraman sovg'alar. Sizlar kuzatib boringlar meni bo'ldi. Faqat shunaqa narsa tushiradi. Axir biz omadimizni olib keldik. Yana Supra tushgan ekan, Subaru ekan. M8 ga yetmayapti-da. Mana yana Mers. Tushun bilmadim nima qilish kerak M8. Mana bitta qo'yanda to'xtab qo'yapti. Omad yo'q ekan, men deymiz. Moni ham 5000 ta bo'lib ketdi. 15 ta qoldi, 14 ta qoldi mana. Bunga hali ancha bor ekan tush. Bir yana to'plab ochishganda video qilaman. Pustoy yepsan M5 M8 deb bermaymiz. Bo'lmabdi. Mana yana Mercedes. Mana Mercedes. Odam qiynaladi. Qani. Davay. O'tib M8 ga tushib qoladi. Men deymiz. Qani? Mana qaraylar. Asab buzyapti-yu. 6000 ta bo'lib ketdi. Bunga ham qanchadir bersa kerak. Aksessuar yana
Otamni qiynab 9 ta qoldi. Bolalar menimcha tushmaydi, shuncha ochgan tushmadi. Endi tushishi вообще qiyin bo'lsa kerak. Tushish uchun bir yuvib kirish kerak, normalniy yuvib. Archa borib. Men popcorn yeyapsan, bermayman deyapti. 7 ta qoldi. Men 6 ta qoldi. XP moshina bilmasda aksessuar XP mana lekin 8 bermaydi mana tushish qiyin. Bala tushasan qaraymiz sizlar uchun 3 ta chaman obunachilarim nomidan obunachilar nomidan aytsak tushadimi mana bu birinchi imkoniyat sizlardan mingta ish tushdi. Ikkinchisi bir xil narsa tushdi. Bitta qoldi bolalar. Nima qilamiz? Bitta qoldi. Ochamiz. Tushmaydi. 100. Nima o'tib ikkitadan bolalar ko'rdinglar 48 tada tushmadi, endi bilmadim nechtada tushadi. Nech pul bor? 8000 ta fishga sotdim. Tushadimi? Qancha qoldi? 147 Tugatsam qiyin. Mana sotamiz. Qanchada? Qancha o'zgarish? O, 1 million bu. Bizni ham chamadon. Sizlar uchun ham tushing. Mana o'sha ekran chekkasidan sekin qiraladi. Kazinogacha minib keldim. Nima bo'lasizlar? Pedalga oyog'im qiyin qoldi. Apatasan sen ko'rsatib qo'yaman. 1 million bitta egasi bor, 2 kilometr yurgan, bitta ham kuchaytirilmagan nomasiz turibdi. Kelchi makinani yozib qoldiringlar bolalar. Video yoqqan bo'lsa omad, meni quvvatlashda davom etinglar. Meni obuna bo'lib, do'stlaringlarni olib kelinglar. Adreshingizni hurmat qilaman. Shu mashinani egasi bo'lish uchun kommentariyaga makinani qoldiringlar. Yangi videolarda sizlarni ko'rishdan xursand bo'laman.